Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yaponiya tashqi ishlar amaldori Arfiya Erining Xitoy taratqullari tarafidan hujumga uchirganligini ayblab, Xitoy taratqullarining bu darajadagi ochiq irqchiliklarining Xitoy hukumatining keng doiralik davlat alqigan bostirish siyosatining bir qismi deganini ta'kidlagan. Yaqinda Xitoy taratqullari Yaponiyadagi Uyg'ur muavin ministr Arfiya Eriga Xitoyning Yer shari vaqt gazeti qatorliq davlat axborot vositalarida haqorat qilgan bo'lib, Yaponiya tashqi ishlar ministrligi buningga e'tiroz bildirgan edi. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Turg'unjon Aloviddin bu haqda Xitoy taratqullarining bu darajadagi ochiq oshkor irqchiliklari, Xitoy hukumatining zulm ostida yashayotgan Uyg'urlarning Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatiga duch kelayotganligini oshkorladi. Bu insoniyat qarshi turish Xitoyning bostirishining asos bo'lgan mustamlikachilik mantiqasining bir qismi bo'lib, Xitoy hukumatining keng doiralik chegara halqigan bostirish siyosatining bir qismi. Dünya Uyghur Qurultiyi Arfiya Eri xonimni qo'llaydi va Xitoy taratqullari tarafidan tarqatilgan irqchilikni ayiblaydi deganlarni bildirdi. Yaqinda Xitoy hukumatiga qarashli taratqular Yaponiya tashqi ishlar ministrligining muavin ministri, parlament a'zosi Arfiya Eriga qarshi bir yurish qarlash va haqorat xarakterli hujumlarni elib borgan bo'lib, Xitoy hukumati Arfiya Erining Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan qirg'inchiligi va Hong Kongdagi bostirishlarini tanqid qilganligi, shundaqla Arfiya xonimning Uyg'ur kimligi va uning Yaponiyada eng yuqori martabalarga kelishiga chidamagan Xitoy shovinizmchilari uni zaharlik tikan degandek zaharxona so'zlar bilan haqorat qilgan. Xitoy Kommunistik partiyasiga qarashliq Yer shari vaqt gazeti e'lon qilgan bir sirli xabarda Arfiya Erini divonich qizg'inligi chekdan oshgan bir murtad deb tasvirlab, o'zining milliy salohiyatidan foydalanish uchun barliq kuchini chiqaryotdi. Yaponiya kabineti ichidagi bir zaharlik tikan va zaharlik unsur deb haqorat qilgan. Yaponiya amaldorlari Xitoyning bu haqoratlarini qattiq ayblab, 4 mart kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Toshihiro Kitamura Arfiya Erining kelib chiqishini nishon qilgan so'zlarning intayin nomuvofiq ekanligini aytgan va Yaponiya tashqi ishlar ministrligi diplomatik yo'llar orqali Xitoy doiralariga bu masalani o'tirib qo'yib, ahvolni tuzatishni va shaxsning kelib chiqishiga asoslangan bundaq hujumlarning davomlashishining oldini olishni talab qilgan. Yaponiya Erkin Demokratlar partiyasining a'zosi va tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Arfiya Eri kishilik huquq bo'libmi Uyg'ur masalasining kuchli tashabbuschisi bo'lib, u 1988-yili Kitakyushu shahrida Uyg'ur oilasida tug'ilgan. 1999-yili Yaponiya grajdonligiga o'tgan. U Georgetown universitetida Uyg'ur masalalari ustida tadqiqot olib borgan. Ilgari Yaponiya bankisi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti kotibot boshqarmasida siyosiy va tinchlik qurilish ishlari bilan shug'ullangan. Xitoy Sharq Turkistonda Ramazon oyida bostirish va tutqun qilish siyosatini tezlashtirgan va 500 dan jiq Uyg'ur maxfiy ro'z tutqanlik uchun qo'lga ilingan. Hindosiya xabar markazining 7 martdagi xabarda bildirishicha, tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonda Ramazon oyida bostirish va tutqun qilish siyosatini tezlashtirgan va 500 dan jiq Uyg'ur maxfiy ro'z tutqanlik uchun qo'lga ilingan. Mazkur xabarda yana Sharq Turkistonda shaharlardagi masjidlarning atrofida tekshirish punktlarining ko'payayotganligi, yezlarda asosan taqoqli holda ekanligi, aholilarning halol yemaklik yoki diniy mazmunlardagi kitoblarni oqtirish va tasodifiy tekshirishlarga uchrayotganligi, Xitoyning bu orqali Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qo'rqinch kayfiyati va kuch ko'rsatish elib berayotganligi aytilgan bo'lib, bu haqda xalqaro ta'sir, ya'ni Impact International'ning dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqini muqaddas oyda qo'rshovga elishi Ramazonning ro'yi ahamiyatini qo'rqinch bilan bostirish bo'lib, Ramazonda ro'za tutish jazolanadigan qilmish deb qaralgan. Uyg'urlarga qarshi kuchaytirilgan bu bostirishlar keng ko'lamda xalqaro jamiyatning andishisini qo'zg'ash bilan birga Xitoy o'zining diniy bostirish va keng ko'lamda qo'lga olish siyosati orqali islom dushmanligini namoyon qildi deyilgan. Xitoy hukumati davomli bu xil bostirish va islom dushmanligi maqsad qilingan tadbirlarni keng doiralik va davlat siyosatining bir qismi sifatida muqaddas oyda xalqni nazorat qilish, qo'rqitish va majburlashning kuchaytirilgan davriga aylantirib, keng ko'lamda kishilik huquq dafsanchiligiga yo'l qo'yib kelmoqda.
Mazkur xabarda yana 2017-yildan buyon Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamli qamoq va jazo lagerlarini qurib, 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon az sonli millatlarni atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari deb atalgan o'rinlarda tutib turayotganligini ta'kidlab, bu lagerlarni Xitoy rayonda yuz bergan vaqtliq zo'ravonlikqa qarshi qurgan degan bo'lsa-mu, ammo tadqiqotchilar lagerlarning bexatarlik uchun emas, balki Uyg'ur xalqini bostirish uchun yo'l qo'yilgan madaniyat assimilyatsiyasining quroli ekanligini ilgari surdi. Xitoyning davlat siyosati Uyg'urlarga qarata keng ko'lamli nazorat qilish sistemalarini o'z ichiga olgan bo'lib, yuz tonish, sun'iy aql orqali nazorat qilish va soqchi tekshirish nuqtalari orqali Xitoy doiralari ro'za tutishni cheklash, namoz materiallarini musodir qilish va masjidlarni nazorat qilish uchun uçquchisiz aeroplanlarni ishlatish orqali cheklimlarni kuchaytgan deyilgan. Mazkur xabarda yana xalqaro ta'sirning dokladida bu haqda mazkur kuchaytish Beyjingning asabiylik deb tasvirlaganlarini cheklashga qartilgan. Uzun muddatli davlat siyosati, mustaqil tahlillar Xitoyning islom odatlarini buzishining taxmin cho'nqur qarini e'tiborligini oshkorlagan. Xitoyning bu siyosati boshlangandan buyon taxminan 16 ming masjid ta'sirga uchirgan yoki chiqib etilgan. Bu Uyg'ur binokorligi va ma'naviy meroslarga qarata hujum qilish deganlik. Diniy kiyim-kechak, hatto jimjit duo qilishmi qo'lga ilinish xavfiga duch keladigan bir sabab deganlarni o'ttirib qo'ygan. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abduhakim Idrislar Amerika Tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan go'ro'ga ilinganlar va nohaq tutqun qilinganlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan yig'inga taklif bilan qatnashib, lobby faoliyatlari olib borgan. Mazkur yig'inda Amerika davlat ishlari kotibi Marko Rubio, Federatsiya bexatarlik idorasining boshlig'i Kash Patillar, adolatsiz tutqun qilinganlar va ular uchun kurash qilayotgan ularning oilalarini xotirlash nutqi so'zlagan bo'lib, Marko Rubio so'zda biz aslo chekinmaymiz, voz kechmaymiz. Bizning vazifamiz aniq. Go'ro'ga ilinganlar va nohaq tutqun qilingan fuqarolarimizni uyga qaytarib kelish va javobgarlarning Amerika adolatiga duch kelishiga kafolat qilish deganini ta'kidlagan. The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people why it is that the greatest military in history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying the missiles and the launchers. Roshan Abbas va Abduhakim Idrislar mazkur yig'inda Amerika prezidenti Trumpning yordamchisi, terrorlikqa qarshi turish ishlari bo'yicha yuqori darajalik mudiri Sebastian Gorka bilan bevosita uchrashib, o'zini tanishtirganda, Sebastian Gorka apandi Roshan Abbasni cho'qim izlaydiganligini ta'kidlab, ism kartochkasini taqdim qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.